Bahodir Jalolov Usykdan o'rnak olishi kerak. O'zbekistonlik bokschiga qarshi norozilik kuchaymoqda. Sevgilisini tizzasiga o'tkazib mashina boshqargan haydovchiga chora ko'rildi. Qanday chora ko'rilganini ko'rib qo'ying. Endi shular haqida batafsil. Rossiyaning championat nashri o'zbekistonlik 2 karra olimpiya chempioni Bahodir Jalolovning Ostona shahrida o'tgan boks oqshomidagi chiqishiga o'z noroziligini bildirdi. 5-mart juma kuni Bahodir Jalolov hakamlar qarori bilan 36 yoshli ukrainalik Igor Shivadzutsky ustidan g'alaba qozondi. Biroq bu natija ko'plab ekspertlar orasida salbiy qabul qilindi. Jalolovning havaskor boksdagi yorqin yutuqlari, ayniqsa uning og'ir vazn toifasidagi eng kuchli bokschilardan biri maqomini inobatga olganda, bu jangdan umidlar ancha yuqori edi. Bundan tashqari Shivadzutsky jang haqida qisqa fursatda xabardor bo'lgan va jangdan bir kun oldin Qozog'istonga uchib kelgan edi. Jalolovning hozir ringda ko'rsatayotgan janglariga qarab aytish mumkinki, u top darajadagi raqiblar bilan ringga chiqsa qiyinchilikka duch keladi. Hozircha Jalolov kamarlar uchun kurashish darajasidan ancha yiroqda. Bahodir Usykdan o'rnak olib, o'z uslubini qayta ko'rib chiqishi, vaqti bilan kuchliroq raqiblar bilan jang qilishni boshlashi kerak. Agar u yaqin orada Fabio Wardley yoki Martin Bakole kabi raqiblar bilan uchrashsa, bu Jalolov uchun yaxshilik bilan tugamasligi aniq, deb yozdi championat nashri. Ta'kidlash joizki, Shivadzutsky Jalolovning ketma-ket 14 ta jangda muddatidan oldin g'alaba qozonish seriyasini barham berdi. Avvalroq ukrainalik bokschi jangdan so'ng Bahodirga qarshi ringda bo'lish men uchun sharaf deya fikr bildirgan edi, deyilgan xabarda. Surxondaryoda sevgilisini quchog'iga o'tkazib mashina boshqargan haydovchiga chora ko'rildi. Bir mashinani 2 kishi bo'lib boshqarganlarga chora ko'rildi deb xabar bermoqda Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi bo'limi axborot xizmati. Unda keltirilishicha, transport vositasini boshqargan jarayonda o'zlarini xavfli va bachkana harakatlarni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylagan huquqbuzarlar bilan tushuntirish ishlari olib borilgan. Yigit sevgan qizi iltimos qilganini ta'kidlab, barchadan uzr so'radi. Yaxshi ko'rgan qizim iltimos qilgani va oyog'i pedalga yetmagani uchun haydashga ruxsat bergandim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Videoni ko'rib o'zim ham uyalib ketdim. Bundan tashqari qiz ham qilmishidan pushaymon ekanini, holatdan uyalganini aytib, uzr so'radi. Yigit ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga muvofiq javobgarlikka tortildi, deyilgan xabarda.